Assalomu alaykum, hurmatli texnologiya fani ustozlari. Bugun navbatdagi amaliy mashg'ulotimizda sizlar bilan zarli izolon qog'ozimizdan dekorativ tovush yasashni o'rganamiz. Amaliy mashg'ulotimizni bajarishda bizlarga quyidagi mahsulotlar kerak bo'ladi. Ya'ni zarli izolon qog'ozimiz har xil rangdagi, qizil duxoba gazlama, qaychi, har xil rangli to'quv iplari, issiq yelim, lineyka va qalam kerak bo'ladi. Bizga bugun amaliy mashg'ulotni bajarishda Said va Munisa ustozimiz yordam beradilar. Vaqtdan unumli foydalanish maqsadida biz mahsulotlarimizni oldindan tayyorlab qo'ydik. Mana bu yerda tovushimizning shaklini tayyorlab qo'yganmiz. Bu aylana kartondan kesib, to'quv iplarini o'rab, keyin tovushimizning shaklini berib chiqdik. Mana bu yerda esa izolon, zarli izolon qog'ozimizdan tagiga sariq rangini, ustiga qizil duxoba gazlamani, keyin yana 3-qatorimizga esa yashil izolon qog'ozimizni kley yordamida yopishtirib, ustidan mana bunday neginchalarni yopishtirib chiqdik. Endi tayyorlab olingan tovushimizning andozasiga bu zarli qog'ozlarimizni yopishtirib chiqamiz. Avvalambor tovushimizni qanotini yopishtirib olamiz. Tovushimizni qanotlarini chiroyli qilib qotirib olamiz. Bu yerda tovushimiz xuddi qanotini yoyganday shaklda qilish uchun mana bu yerimizda ko'proq bu zarli qog'ozlarimizni yopishtirib olamiz. Bu yerda birtadan ketgan, bu esa ikkitadan, keyin 3tadan qanot qilib olamiz. Texnologiya fanida 2-sinf o'quvchilari uchun tovush yasash mavzumiz bor. Tovush rangli qog'ozlardan tayyorlangan. Biz buni yangicha uslubda olib chiqib, zarli izolon qog'ozlardan dekorativ usulda tayyorlashni boshladik. Yangicha talqinni ijod qilib boshlaymiz. Buni juda bolajonlarimiz juda ishtiyoq bilan qiziqarli qilib tayyorlashadi. Darsimiz juda mazmunli, chiroyli bo'lib o'tadi. Mana hurmatli ustozlar, tovushimizning parchalari tayyor bo'ldi. Bularni mustahkam qilib yelimlab chiqdik. Endi esa yana ham dekorativ chiroy berish maqsadida mana tagiga tovushni qanotlarini kleylab chiqamiz. Orqa tarafidan ustozlar, dekorativ tovushimiz tayyor bo'ldi. O'ylaymanki, barchangizga ma'qul bo'ldi. Bugungi amaliy mashg'ulotimizni bajarishda bizga ko'maklashgan Said va Munisa ustozimizga rahmat aytib qolamiz.